Judayam ko'p jigar muammosi bilan og'riganlar, chunki bizni o'zimiz ham davlatimizda ham qilinadi transplantatsiya. Lekin baribir bemorlar chet elda qildirishni tanlashi mumkin-da. Agar o'zlari oilaviy maslahat qilib bizga murojaat qilsa, biz yo'q Hindistonda qildirmoqchimiz shu operatsiyani desa, biz doim tayyormiz amaliy yordam ko'rsatishga, shu jarayonlarda doimiy ko'mak berishga. Donor tayyorlash masalalari ham bor bu yerda. U yoqda donor tushmasdan ortiqcha sarf xarajatga tushib qolish holatlari ham uchrab turadi. Chunki bu yerda donorni biz tekshirib, tayyorlab jo'natmasak, u yoqqa borgandan keyin donorning sog'ligida operatsiyaga qarshi ko'rsatmalar chiqib qolishi mumkin. Sog'ligida muammolar uchrab qolsa, donor bo'lolmaydi deb qaytariladi. Yana yangi donor topish kerak, shunaqa holatlar ham uchrab turadi. O'shaning uchun bizda hamma narsa sistema qilingan. Birinchi bemor murojaat qilgandan boshlab donor moslash jarayoni bo'ladi. Ikkinchi etap shu viza masalalari va Hindistonga olib ketiladigan yuridik hujjatlarning tarjimasi, shu masalalar. Uchinchi o'rinda keyin уже bilet olib uchib ketish bo'ladi. Keyin bu shartnoma 3 tomonlama bo'lgani uchun Hindiston, O'zbekiston va bemor o'rtasida uchib ketdi. Aeroportdan ikkinchi komanda u yoqda уже ishi boshlanadi. Bepul transfer, logistika xodimi, tarjimon ajratiladi. Bemorning uchib kelish vaqtiga qarab u yerda aeroportda kutib olish, gostinitsaga borib, bemor o'zi tanlagan nomerni tanlab oladi, joylashtirish. Bolnitsa bilan gostinitsaning o'rtasida transfer bepul ta'minlash, transplant jarayonidan o'tib qaytib kelgungacha o'rtacha 2 oy bo'lsa, haq-huquqlari yuridik tomondan xavfsizligi ta'minlangan holda shu jarayondan o'tib kelishi ta'minlanadi. Ma'naviy tomondan ham, moddiy tomondan ham huquqlari yuridik himoyada borib kelishi ta'minlanadi. Qaytib kelgandan keyin ham 1 yilgacha doim biz bilan birga.